G'ayrat uka. Voy, Salimka. Qanaqa ahvolingiz? Keling. Terg'asir tepishib ketibsiz juma. Ha, qani o'ltiring. Ha, qani. Mayra, boshqalar bizni avvar qilmasin. Ha, Salimka, bir ish bilan keldingizmi? Uka. Uzun bo'pti. Ko'rishmagili. Aman esan turgansiz. Bu mening sizning qishingizga 5-qatim kelishim. Qani qaraq. Kallangizdan o'tgandi. Ikkimiz bir yo'ldagi odamlarmiz. Ya'ni kelib, sizmi g'oyilik, yiroqni ko'rar odam. Meningcha, o'rtaq manfaat uchun ikkimiz birlashadiganlar bo'lsak, qaltis ish bo'lib ketadi. Sizning chiqandoq. Ikkimiz zamonga yo'li o'xshamaydi. Bu ishni bitirmak uncha oson emas. Buningga hassilab kuch sarf qilishga to'g'ri keladi. Siz ko'pni ko'rgan odam. Buni men qaraganda obdan bilasiz. Uka. Yolg'iz otning chingi chiqmas, chingi chiqsa-mu dengi chiqmas degan gap bor. Bugungi dunyoning taraqqiyot yuzlanishi o'zaro hamkorlashgandalar ondan natijaga erishish emasmi? Ha. Sizning deganingizmi yo'lliq. Men haqiqatan sizga qoyil bo'ldim. Biroq hamma odamning soyasi o'ziga tushidi. Bu odatdagi ishga o'xshamaydi. Men amalsiz qoldim. O'ylab boqmamsiz. Kichikina zag'irnani yeb o'ltagandan yo'g'on qatlim yegan yaxshi emasmi? Ikkimiz birlashsaklar bu shahar butun Shinjon bo'yicha eng kuchli savdo bazasi bo'lishida gap yo'q. Shuncha jiq pulga sizning nazar solmaganligingizga qarab hayron qoldim. Aqsaqal, har kimning taqdiri o'xshamaydi. Mening bek cho'mo arzuyim yo'q. Faqat qo'sig'im to'ysla bo'ldi qildigan odam. Sizga nima bo'ldi? Jamila, bo'ldi qilaman, bo'lamdi. Bo'ldi, xafa bo'lmang, ha? Siz hamisha kechiksiz. Men zodi sizning ko'nglingizni bormi yo'q? Voy, bo'ldi qilaman. Sizmi bilasiz, men qasddan qilmadim. Xizmatim doim shunday aldirash. Amaliyotda men ko'proq vaqt chiqarib sizga hamroh bo'lay degan. Biroq hamma ish odamning ko'nglidagidek bo'lmaydi. Bo'ldi, bahoni ko'rsatmang. Kagilimi xeyli bo'ldi. Qanidang? Endi biz nega boramiz? Sizdan. Voy. Ha, men shu. Ha, bildim. Shundoq. Men hozirla yetib borman. Idordan chaqirtibdi. Bo'ldi.
ishingizga bering. Kechikib qolmang yana. Kechiring Jamila. Kelar qitim vaqt chiqarib sizga hamroh bo'laman. Bo'lamdi? Ha? Xafa bo'lmang amsa. Ha? Men mangdi. Tasimi bir. Kiring. Direktor, meni nima uchun izlagan edingiz? Ha. Siz kumush qilib o'qachilik shirkatiga berib, bu xatni o'z qo'lingiz bilan direktor Salimga topshirib bering. Aka, undaqda biz qanday qilamiz? Bu aldiraydigan ish emas. Bu qitim biz har qanday ishga chidamsak bo'lmaydi. Nima? Biz hammaga chidamdik. O'ltirib, gapimni angla. Men nima uchun G'ayratning shirkati bilan birlashishga aldirayman? Birinchidan, uning bu yerda xel yuz obro'yi bor. Ya'ni kelib, uning inisi soqchi. Agar biz bu akuflar bilan birlashadigan bo'lsak, biz bexatar bo'lmadik. Shunga biz balduroq birlashishimiz, ig'ir besiq bo'lishimiz kerak. Uqdingmi? Uqdim aka. Ishkirdiki mal o'g'illik yetib keladi. Bexatar joy deb o'rlashtir. Bir chataq chiqib qolmasin. Aka, sizmi bilasiz? Bizning klub bexatar emas. Shunga mal kelishdan burun obdaroq o'ylashimiz kerak. Bo'ladi. Bu ishni o'zim bajaray. Sen qo'lingdagi ishni yaxshi bir taraf qilib. Bexatarlik diqqat qilgin. Deganimizda qilaman. Hey, nim qilyapsan? Kira. Ha? Nima bo'ldi? Aka, o gapinglarni o'g'irlik changlab yetibdi. Ha, changlabdi. Nimani anglading? Ha? Hammani angladingmi? Degina. Men ishimni anglamadim. Rost gap qil. Zodi angladingmi yo'q? Ayta, nimani anglading? Men sizlarga xat ib kelgan edim. Bu xatni Ko'inlan shirkatidagi direktor G'ayrat sizlarning mudiriyat boshlig'iga yetkazib berishni to'plagan edi. Yavaş qilan degina. Zodi nimani anglading? Xotirjam bo'linglar. Hech kimga aytmayman. Men qasam qilay. Rost. Men rostdan hech kimga aytmayman. Ep chiqib obda adablab qo'yinglar. Mana. Sizlar nima qilmoqchi? Kiring. Ha, qani o'tiring. O'lguchining salohiyatini aniqlab chiqdinglarmi? Aniqlab chiqdik. O'lguchining ismi Erkin, Ko'ylan savdo chaylik shirkatining xizmatchisi ekan. O shirkatning bosh lideri bilan ko'rishdik. Uning deyishicha, o necha kun oldida o'lguchining ko'mish qilib shirkatiga ish bejirgili ketib, hozirgacha qaytib kelmaganligini, shirkat bilan aloqalashmaganligini aytdi. Biz mushinchilik yepuchiga erishdik. Başla. Qaraganda biz kumush qilib shirkatini razvedka qilishni kuchaysak bo'g'dak. Beldan boshqa xotirjam bo'ling. Ketiraylik. Yaxshimisizlar? Biz jamoat xavfsizlik idorasi jinoiy ishlar razvedka tartibi. Ismim Jura. Bu yer mening xizmatdoshim Ali. Ha, o'ltiringlar. Meni nima ishni izlab kelgandinglar?
Siz Koyilon soda cheklik şirketining xizmatchisi Erkinni tanıysizgo deyman. O necha kunning oldida sizlarning shirkatingizga kelib ekan. Tunogin akşam biz shahar atrofidan uning jasadini topdik. Ha, men faqat tijorat qilishni bilaman. Undaq munosabatsiz ishlarga aralashmayman. Ham azaldan qiziqmayman. Sizlar uni bizning shirkatga kelgan dedinglarmi? Buni men uqmaydi ekanman. Shen bizlarni tekshirib beqinglar. Biz chuqum tekshiramiz. Biroq sizmi bizning tekshirish doiramizda. Uqdingizmi? Sizlar Erkinning o'limini men bilan munosabatlik deb o'ylab qolgan o'xshamamsizlar. Gap so'zinglarga diqqat qilasizlar. Bu degan ommaviy so'rin. Ya'ni kelib men 100 obro'yli odam. Agar mening nom obro'yimga daxli tarz yetkazsanglar, men sizlarni arz qilaman. Tushundinglarmi? Arz qilaman. Senmi obdan angla. Agar xizmatimizga moslashmasang, hukumat xizmatiga daxli yetkazganlik jinoyati bilan seni tutib turish huquqimiz bor. Tushundingmi? Tushundim, Saqchapandi. 17-soat tushdan keyin soat 1:30dan kech soat 7:30gacha sen nima deyding? Ha, aldirmanglar. Bu degan ko'ngil ichi so'rini. Men bir muhim xaridorni saqlayapman. Shunga 1 soatdan keyin men sizlarni shirkatda saqlay. Yoki bo'lmasa, men jamoat xavfsizlik idorasiga o'zim boray. Bo'lamda? Ha? Bo'ladi. Amiz seni idorada saqlaymiz. Agarda bormasang, mendan ranjima. Anladingmi? Anladım. Aniq anladım. Ali, qaytaylik. Uzatma dememizse, hoş. Bana popozu qilmoq chiqadi. Tekshirishga asoslanganda shahrimizdagi ba'zi bir korxonalarning ishkiri o'lkaga bir qism atkazchi guruhlar bilan bo'lgan munosabati qo'yiqgan. Jamoat xavfsizlik nazoratining munosabatli ko'rsatmasiga asoslanib, jinoyatchi unsurlarning shahrimizdagi bazasini tezlikda tekshirib aniqlab, shahrimizga ishkir o'lkadan keladigan mablag'ning foydasini ziyonga uchratmaslik kafolatli qilish asosida rayonimiz iqtisodining ushqandek taraqqiyoti bo'libmi Jejang o'lkasining zo'r kuch bilan qo'llab-quvvatlashi va yetakchilik qilishini qo'lga keltirib, ko'plagan yiroqni ko'rar savdogarlarimizni jalb qilib, rayonimiz iqtisodining taraqqiyot ishlari uchun cho'qim ularni bexatar, adil, do'stona bo'lgan savdo muhiti bilan ta'minlab, rayonimiz taraqqiyotiga foydasiz omillarni butunlay yo'qotib, qonunga xilof qilmish bilan shug'ullanuvchi savdogarlarni qattiq jazolashimiz kerak. Shunga ko'pchilik boshqa xizmatlarni ching tutish bilan birga jamoat xavfsizlik nazoratining chaqirig'iga moslashib, ishkir o'lkadan keladigan mablag'ni barliq kuchimiz bilan qo'g'dab, harmay talmay oxirgacha davomlashtirishimiz kerak. Navbatdagi eng muhim xizmat qisqagina vaqt ichida bu deloni pash qilib, jinoyatchilarni qochirib qo'ymaslik. Qandoq fikr talablar bo'lsa, o'tirib qo'ysanglar bo'ladi. Ko'pchilik qandoq bu vazifaga ishonchinglar bormi? Bor. Ma'qulsa, ijro qilinglar. Sen kömüş qilib o'qachilik shirkatiga berib, bu xatni o'z qo'ling bilan direktor Salimga topshirib bergin. Kichikini zag'irnan yegan yaxshimi yoki yo'g'on qatlim yegan yaxshimi? Aka, yenge. Ha, mana. Voy, siz Tekshirmo bedingiz? yenge. Uy kiring. Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Tinchlikmi? Qani o'tir. Yaqindan buyon salomatliging qanday? Yomon emas. O'zingchi. Yaxshi. Yaqindan buyon aldirash bo'lib ketib, seni vaqtida yo'qlab kelanmadim. Hech qisi yo'q. Haras aka, o'tganda men sana degan ish qanday bo'ldi? Faqat vaqt chiqaramadim. Qani, choyga beqing. Ha, rahmat yenge. Aka, sen menga kumush qilib, o'qachilik shirkatining munosabatli ba'zi ishlarni aytib bera olamsan? Ha, ma'qul. So'zlab beray. Ha, men endi ish boshlaganda Salim shahar bo'yicha eng puldor edi. Biroq uning so'zi bilan harakati birdek emas.
Gepi bir xil, amaliyati bir xil. Shuningdek keyin uning bilan bo'lgan munosabatim borgan sari ozlab ketdi. Keyin men bora egilik tikilgandan keyin u g'arazlik holda menga yaqinchilik qildi. Biroq men uni rad qilib etdim. Men azaldan bu xildagi odamlar bilan aloqalashishni yoqtirmayman. Nima uchun? Dunyoda nadimi bekor shu bo'lsin deysan. Aka, senmi qiziq ekansan. Har ikkinglar tijorat qiladigan odamlar. Buning qandoqmi o'xshaydigan yeri bo'lsin? Necha kundan oldida o shirkatga kelib, ichki shirkatni qo'shib etishni aytgan edi. Biroq uning haqiqiy maqsadi bu emas. Balki uning maqsadi senda. Nima? Men? U meni nima qiladi? Men ya savdogar bo'lmasam? To'g'ri. Sen savdogar emas, chunki sen tijoratchimi emas. Sen bo'lsang bir soqchi. Bu uning uchun intayin foydali. U sendan foydalanib, bundan keyingi ishlari uchun dog'dam yo'l ochmoqchi. Sen buni tushunmaysan, ukam. Asli mundoq ekanda. Salim degan bu odam intayin eligar ekan. O bunchalik fursatni hargiz bosh qo'yib o'tmaydi. Bo'ldilar. Bu ishni keyin bir nima deyshamiz. Qani, choy ishkina inim. Xo'ras. Tomoq yeganmiding? Yeb kelgan aka. Sen nimaga avval qilib o'tirib ketding? Chopsan tomoq etmabsan. O tomoq yeb ketsin. Mana hazırlaydım. Bo'ldi yenge, avar bo'lma. Undaq dema. Undaq dema. Ikkimiz obdan bir paranglashaylik. Qani, choy ishkina. Aka. Salimning qo'l ostidagi Samat degan bir aylarni tunimsan? Salim bilan Samatning qachondan beri birlashib hamma toz bilmaydi ekanman. Biroq u hozir Salimning eng ishonchli odami. Salim har qanday ishda undan ayrilmaydi. Ajab buni so'rab qopsan-ku. Uningda bir ishing bormidi? Necha kunning oldida biz sizlarning shirkatning xizmatchisi Erkinning dilosini tekshirish uchun uni izlagan. Men mundaqli so'rab qo'ydim. Sen bog'u uningdan ko'proq ehtiyot qil. U intayin xatarli odam. Uqdim aka. O'tgan qitimdagi pulni topshirmadi. Yana malog'ing bormi? Aytishim aka. Yana olmoqchimi? Men cho'qim qaytarib beraman aka. Menga vaqt bersangiz. Nima deysan? O'tin qalaychinim aka. Menga bir qitimlik fursat bering. Cho'qib qaytarib beraman. Sana 3 kun möhlət beray. Navada qaytarmaydı ekansan. Jiningni olaman. Yo'qot. Mal əhd keladi. Yaxshi tayyorlik qil. Aka, mal topshirib oladigan o'rin yo'q. Vay, Juratmi? Men Jamila. Jamilami? Qandaq? Yaxshi turdingizmi? Siz qayerda? Men yo'lda. Idoraga mangan. Yoshlar bog'chisida sizni saqlayapman. Kelalamsiz? Ma'qul. Sal turib boray. Bo'ladi, men sizni bog'chada saqlayman. Amsi birdan keyin ko'rishaylik. Vay. Siz Jurat bo'lamsiz? Shundaq, men Jurat.
Siz kim? Mening kimligim muhim emas. Sizga deydigan gap bor edi. 2 soatdan keyin xalqaro bozor piyodalar ko'chasida zahar so'z qilmoqchi. Nima? Voy. Nima deysiz? Siz zot kim? Mening kimligim muhim emas. 2 soatdan keyin xalqaro bozor piyodalar ko'chasida zahar so'z qilmoqchi. Aniq anladingizmi? Voy, voy. Benim kımakçı. Yoş bu. Bana ayıtırlar. Lan. Yoş bu. Hocam. Bir dakika bak. Bana. 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 Çıkar be. Çıkar. Qani, ketiraylik. Ilanga. You have an incoming call. Gap qilay. Nima? Qani, ketiraylik. Ağzını şom. Voy. Telefon nomerini tekshirib chiqdik. Bu shahar markaziga ommaviy telefon nomeri ekan. Ha. Rahmat sizga. Bizni eng muhim yeb uchi bilan ta'minlagan Sadi kimdi? Nima? Tutilib qoldi. Shundoq aka. Men hayron qoldim. Mol yetkazib bergan odam bizga tonish emas. Biroq mol topshirmoqchi o'z odamimiz tursa. Navoda u hammani ixro qilsa, aka, undaqda biz tugashmamdoq. U bizni undaq tez yetvatmas. Bo'lmasa, biz uning keyniga odam qo'yib, joylab etaylik. Tushundim aka. Sen ishonchlik odam tepib bu ishni bir taraf qilib. Ayta. Isming nima? Qayerda tursan? Esani chang tut. Meni deginim bo'yi chiqqan. Xudo'ma. Sen u yerga kirgandan keyin amal qilib bu tamokini unga chektirib at. Biroq sen chekma. Ayta. Sen kim uchun xizmat qilasan? U hozir qayerda? Men uqmayman. Faqat biraylan bu molni Ishkirdan Shinjonga yetkazib bersam, menga nurg'un pul beradigan bo'lgan edi. Mana. Tutma. Sen kimnidir sirtib chiqarib, jamiyat amalini buzding. Sirtmay kim tutmas? Ha? Mana deymi? Bu malni sana kim berdi? Onun ismi nima? Qayerda turdi ayta?
Aka. Aka ko'zingni och. Ha? Aka. Men bir tot tamak yegina. Ha? 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 Aka, men bir tot tamak yesang-chi. Nima? Ha, tamam aka. Mana tamak sana versem benim çekime. Jinim aka, faqat chidamadim. Men bir tot bagina. Bo'la aka, men faqat chidamadim. Bo'la. Aka bagina. Çocuğa. Rahmat aka. Rahmat. Ayta, uning bilan tunji qatam qayerda, qandoq tunishgan? Oldingi yili men ishkirda tijoratdan nurg'un ziyon tortib, amalsiz qolgan vaqtimda biraydan uni menga tunishtirib qo'ygan. Men rostla o'qimayman. U odam hozir qayerda? Bilmayman. Uning muqim turalg'usi yo'q. Voy. Men shu. Nima? O'ldi? Qanday o'ldi? Bu ishda biz haqiqatan beparvolik qildik. Vaqt qis bo'lg'achqa ulgurmay qoldik. Bo'ldi. Tushundirmang. Tushundirganning foydasi yo'q. Shuncha jafo tortib tutgan o'lja yo'qopti. Biz to'rni kang yeyib, beliqning cho'ngni tutib, jinoyatchilarning uvsini uzil-kesil bechit qilmoqchi edik. Bir muncha ish chiqdi. O'lguchining salohiyati aniqlanmaguncha tutib turilayotgan jinoyatchilardan bir nima qo'yib yetishga bo'lmaydi. Qattiq tekshiringlar. Biz xizmatda astoydil, puxta, ehtiyotjon bo'lish, maxfiyatlikni saqlash bilan birga har qanday bir savallikning kelib chiqmasligi uchun o'lguchining o'lish sababini tezdan tekshirib, deloda yangi bo'sish hosil qilishimiz kerak. Qanday qiyinchilik bo'lsa, mangdanglar. Agar yangi yipuchi bayqisanglar, vaqtida menga xabar qilinglar. Uqdingizmi? Uqdim boshliq. Bo'ldi, chiqavering.
You have an incoming call. You have an incoming call. Hey. Ha, aka. Shundaq. Men hozir saqchixonning oldida saqlab o'taman. Uning kirib ketganiga 3-4 soat bo'lib qoldi. Bo'ladi. Faqat. Xo'sh. Bu zat qandaq ish? Kim xabar etkizib qo'ygandi? Mal topshirib oladigan o'rinda vaqtni ishinglarni bir nechinglarni biladigan tursanglar. Sizlar deb qo'ymasanglar, sochlar qandaq biladi? İşçimizde cho'qim sotqin bor. Degining to'g'ri. İşimizde cho'qim sotqin bor. Kamal. Eyte, bu işqa sen mas'ul. Buni zodi kim qildi? Buni o'ylamabdiman. Aka, xotirjam bo'ling. Sotqinni cho'qim tekshirib chiqaman. Bo'ladi amsa. Bu ishni sana topshirdim. Yana bir ish. 2-3 kundan keyin yana bir turkum mal keladi. Konkret ishlarni Samat o'rinlashtirsin. Agar yana mushunda ish yuz beradigan bo'lsa, teranglarni ta'tur so'yib olaman. Anlashdingmi? Aldo. Yo'qlash. Kiram. Yaxshimisiz? Oy, yaxshimisiz? Biz shaharlik jamoat xavfsizlik idorasi jinoiy ishlar razvedka tartibidan. Mening ismim Jurat. Bu yer xizmatdoshim Ali bo'ladi. Qani, o'ltiringlar. Ha, o'ltiringlar. Meni izlaydigan ishinglar bormi edi? Biz Mejitga aloqador ishlarni bilmoqchi edik. U shirkatinglarning xizmatchisi ku. Voy, Iset. Uning tuyuqsiz o'lib ketishi haqiqatan afsunlarlik ish bo'ldi. Tünögün o zəhər sodisi qılıbatqanda biz naq maydanda onu qolğa alğan. Əfsuslanarlığı texi onu soraq qılmay turubla o öldü. Ölü səbəbi təkşirilib atıdı. Bizni onunla alaqadar yiyip uçu bilən təminləb berələsizmi? Kesilini yoşursa ölümü aşkara deptiken. Ötken ayda biz mudiriyet yığını açqan. Əzalar aqaqıdan onun cemiyetki kəskəməz kişilər bilən boğan münasibetinin qoyuqlığı hem qanunu xilab işlərin qığallığı. Bundaq bo'lganda şirketning jamiyatdagi o'rniga foydasiz ekanligini o'ttirib qo'ygan edi. Shunga biz uni ishdan bo'shatmoqchi bo'lgan edik. Biroq uning oila sharoitini o'ylashib, mudiriyatda uningga bir necha oy vaqt berib, uning keyingi xizmat ifodasiga qarab beqishni men talab qilgan edim. Bizni uning jamiyat bilan bo'lgan munosabatiga aloqador yeb uchi bilan ta'minlab bera olamsiz. Şirketde neçə yüz xizmetçi bor tursa, her bireylerinin ictimai münasibeti, aile şarait qatarlıqlarını mening bilib ketishim mumkin emas. Agar sizlar şirketdagi har bir xodimning tafsili ahvolini bilmoqchi bo'lsanglar, undaqda şirketning kadrlar bölümüge berib tekshirib baqsanglar bo'ladi. Sizlarga men o'rinlashtirib beray. Ha, bo'ladi. Amisi biz berib tekshirib baqaylik. Hamkorlashganingizga rahmat. Bu mening qilishga tegishli ishim. Bo'ladi demsa uzatmadim. Tekşirəmiş. Nədir mundaq? Asan iş bolsun. Uxlamay tuş görüşübsən.
Qandaq? Yepuchi bormi? Hozircha yo'q. Salimning aytishicha, Mejitning shirkatdagi ta'siri yaxshi emas ekan. Salim yana Mejitning jamiyatdagi bir qism kas-kamas kishilar bilan bo'lgan munosabatining intayin quyuqligini, uning oila sharoitini o'ylashib ishdan bo'shatganligini, boshqa ishlarni aniq bilmaydiganligini, ham uningga ishonmaydiganligini aytdi. Meningcha, Salimning orqa ko'rinishi uncha oddiy emas boshliq. Ras, yaqindan buyon yuz bergan bir necha deloni birlashtirib tahlil qilsam, Salimning orqa ko'rinishi haqiqatan oddiy emas ekan. Jamoat xavfsizlik nazoratining yaqinda tushirgan hujjatiga asoslanganda, jamoat xavfsizlik nazorati ikki o'lkadagi bir qism tashkilotlarga uzil-kesil zarba berdi. Ular yepuchi bilan ta'minlagandan sart yana moddiy va odam kuchi qatorliq yordam bilan ta'minladi. Shunga sizlar ularga aktiv moslashib, atkachi guruhlarga qattiq zarba berib, o'zimizning bir kishilik to'pimizni qo'shishimiz, ya'ni ho'sharlikni o'stirishimiz kerak. Qanday yepuchi bo'lsa, darhol menga doklad qilinglar. Endi chiqsanglar bo'ladi. Uqtoq boshliq. Bilmedim. Sizga nima bo'ldi? Nima ish qilib qilmaysiz? Nima deyishimni bilmadim. Siz zaten nima bo'ldingiz? Chiroyingiz boshqacha turadi. Men hayron qilyapman. Faqat ishongim kelmayapti. Nimaga? Ikkimiz davomli birga bo'la olamidik. Mundaq chiqib aytganda, siz ko'proq vaqt chiqarib menga hamroh bo'lsangiz bo'ladi. Men sizning oldingizda intayin xijil. Sizga yuz kelmayman. Jamila, meni qandoq ayblasangiz haqli. Sizni ayblaganning nima foydasi? Shu topda men to'rt ko'cha eg'izda turib yo'lni topolmayotgan kichik bolaga o'xshab qoldim. Hatto his tuyg'umni yo'qotib qo'ydim. Qandoq qilishni bilmayapman. Siz yonimda yo'q vaqtda o'zimga tasalli beraman. Biroq bu masalani hal qilishning yaxshi chorasi emas. Men bundoq ketaverishni xohlamayman. O'zimni aldashni texim xohlamayman. Ko'nglingizni tushunaman. Biroq bilaman. Biroq buning nima foydasi? Ikkimiz kelgusida to'y qila olamdik yo'q. Bunisi menga aniq emas. Yigit salohiyatimdan ep aytganda men haqiqatan yaramas ekanman. Lekin soqchilik salohiyatimdan ep aytganda ko'nglimni tushunishingizni. Siz rostala ayrilib ketmoqchimi? Kelar qitim birasi bilan muhabbatlashsangiz, hargiz soqchini topmang. Qaytib keldingmi? Ha. Qanday bo'ldi? Ular yana bir necha kundan keyin pulni e'lonlar deydi.
Hey. Sen bizning odamimizmi yo ularningmi? Albatta sizningda. Sen qandoq bir taraf qilding? Aka, xato tushunib qoldingiz. Ular pulni bermaydi emas, bir necha kun turib turinglar deydi. Shu bir necha kun. Sana deb qo'yay. Agar kelar qatim yana shunday qiladigan bo'lsang, yo'qol. Chiqama. Vay, atrat boshlig'i, men. Biz saqlig'ili xeyli vaqt bo'ldi. Biroq hech qanday shap yo'q. Davomli ko'zdaylik. Shundoq. Ularning mushunda qildiganligini biletdim. Shunga qasdan mushunda o'rlashtirgan. Aka, o'tgan qatim odamimiz tutilib qilib, nurg'un ziyon tortdik. Garchi bu qatim ziyon ancha cho'ng bo'lmasa-mu, biroq yana saqchilar sezib qoldi. Qarab baqsam, hozir hamma ish aniq bo'ldi. Sotqin tezla oshkorlanib qoladi. Meningcha, ishimizga sotqin Kamal bo'lishi mumkin. Shunga uningdan bir qadammi ayrilma, o'ptanroq kuzatgin. Bo'lmasa uni hozirla joylab o'taylik. Yo'q. Oldirma. Hozir teqi baldir. Keyinroq qilsangmi kechikmaysan. Uqdingmi? Uqdim. Vay. Direktor G'ayratmi? Ha, men G'ayrat. Shirkatda azroq ish chiqib qoldi. Bir kelib ketsangiz, vaqtingiz bormi? Ha, bo'ladi. Hozirli boray. Kimdan kepti? Ha, shirkatdan kepti. Berib, hozirlik kelaman. Baldıra qaytib kelasiz. Bo'ldi, ansirab ketma, ha? Ma'qul. Men berib kelaymiz. Qanday bo'ldi? Haliqi nomsiz telefonni tekshirib aniqldingizmi? Yo'q, bu qatim u yanala ommaviy telefon ishlatibdi. Qarag'anda bu odamning biladiğine xeyli ko'p o'xshaydi. Shunga biz bar kuchimiz bilan uni tep chiqishimiz kerak. Menimcha, u heliq kuni biz qo'lga tushirgan malning kelish manbasini berishi mumkin. Atrat boshlig'i, men yana uning Salim bilan munosabati bormikin deyman. Hozircha buni birini demak tas. Bu ishda har qanday ehtimollik bo'lishi mumkin. Yaqinda idoradan bizning delo pash qilishimizga yordamlashish uchun maxsus xodim evatibdi. Shunga biz vaqtni ching tutib, bu sirliq telefondan kelish manbasini tep chiqaylik. Bundaq bo'lganda sizning texmi cho'nqur tekshirishingizga foydasi bo'ladi. Bo'ladi, Atrat boshlig'i. Siz xotirjam bo'ling. Men tezlikda aniqlab chiqaman. Undaqda yaxshi, vaqtni ching tuting. Kiring. Eshitdingmi? G'ayrat uka, qanday ahvolingiz? Sizlarning sayanglarda mushunchalik ketyapmiz. Shirkatga kelishimga odamingiz meni olib keldi. Bilmadim, qanday topshirig'ingiz bor ekan? Oldingi qitim sal qaramliq qilib qo'yibdiman.
Biroq bu ishni unda qilmaymi bo'lmaydi. Uka, gapni ochiq qilay. Hozir mening qo'limda 500 milliondan ko'proq naqd pul bor. Bu pullarni sizning nomingizga qo'yib, bir mezgil o'tgandan keyin o'zimning hisobotiga yo'tkib olay degan edim. Payda tang bo'lsin. Nima? Siz mendan foydalanib, shirkatning barliq mablag'ini o'zingizdan qilib olmoqchimi? Mening maqsadim ikki shirkatni birlashtirib, texmo ko'p pul tepish. Sizning qanday usul orqali pul tepishingiz? O, o'zingizning ishi. Biroq shirkatimdan foydalanib, maqsadingizga yetaman deydigansiz. O, uxlab tushingiz. Qulog'ingizni dang tutib oling. Sizning bu gapingizga hargiz qo'shilmayman. G'ayrat. Savrning mo cheki bo'ladi. Elimo xel o'p qoldi. Acaba siz hurmat sharobi ichmay, jazo sharobi ichmoqchimi? Endi mendan og'rinma. Vay, men shu. Nima? Senmi-tan? Telefon bagining bek yaxshi bo'ldi. Men seni izday deb turibdim. Qizil Purchoq kechilik klubida ko'rishaylik. Xo'shamsa. Qizil Purchoq kechilik klubi. Pivi keltiring. Aslida sen kensan. Faqat o'ylamabdim. Rahmat. O'ylamagan o'g'aytam. Ayni vaqtda sen oliy maktabga o'tding. Biroq mening peshonam kaj kelib, men o'tamadim. Har ikkimiz Jamilani qo'llashdik. Uning seni tanlashi meni bek azobladi. Şunu bilan menda ko'proq pul tepib, o'zimning iqtidorini ko'zitib qo'yish uchun ko'mish qilib, o'qachilik shirkatining amalli qo'g'dash bo'limiga kirdim. Garchi shunchalik tirishgan bo'lsam-mu, ular meni ko'zga ilmadi. Vaqtning o'tishiga ergishib, o'zimni bilmay, vijdonimga yuz kelmaydigan nurg'un ishlarni qilib, xijil bo'ldim. Shu men o'zimga vijdonimga yuz kelaligidek ish qilib, uning xatolig'ining o'rnini to'ldirmoqchi bo'ldim. Shunga sizlar maxfiyatlikni saqlasanglar. Agar ular mening oshkorligimni bilib qolsa, meni hargiz bo'sh qo'ymaydi. Xotirjam bo'l. Biz seni qo'g'daymiz. Men bir turkum malning pulini so'yligili kelgan edim. Xo'jayin, men piv bering. Ular mendan gumonlanib qoladi. Bu ikimizden qaytırmasanız bo'ladi. Rahmat. Yana aloqa qilib turaylik.
senkansan-da. Vay, siz Jüratmi? Men. Eli yig'indaydi. Şoň telefonni alamagan. Bir iş boldimi? Akanız etigen şirket ketken. Hiç qaytib kelmedi. Yan telefonu ulanmayıvatıdı. İşxanaga telefon ursam aladigan adam yok. Akanızga bir iş bop qaldımken dep pek ensirep ketivatdı men. Yenge, ensirme. Akamның becirdigan işi vardı. Onunla hiç iş bulmaydı. Hatırcam bol. Degininizdek bola. Ma'qul emsa. Xo'sh. Xo'sh. Ha. Aldırma. Yengillik bilen oturgu çıkmaslık gerek. Hatırcam bol. Evetken adam asqatamdı yok. Aka, degininiz to'g'ri ekan. Haqiqatan Kamolning qilgan ishi ekan. O yaxshilikni bilmaydigan. Uni saqlab turmay, uni darhol Ma'qul. Hergiz iz qoldirib qo'yma. Uxtum. Aras aka. Ko'ylon sot cheklik shirkatining ishini qanday qilamiz? Hammamiz qoplashib qoldi desa, sen shirkatni o'tkazilishining tayyorligini darhol qil. Aka, bundaq vaqtda shirkatni o'tkazib elib, o'zimizga avorchilik deb olmasmiz, ha? Yo'q. Sen xotirjam bo'l. Sen o'ylagan ishlarni men allburun o'ylab qo'ygan. Savdo maydoni xuddi jang maydoniga o'xshaydi. Fursatni ching tutib, to'mirni qiziqida so'qqan yaxshi. Yuz berish ehtimolligi bor bo'lgan ishlarning hammasiga tayyorlik ko'rib qo'ydim. Sen bu ishlardan ancha ansirab ketmasangmi bo'ladi. Uxtum aka. Nima? Sening savoqdishing? Shundaq. U Salimning shirkatida ishlayotgani xeyli bo'ldi. Salimga munosabatlik ishlarni u ko'proq bilatdi. Vaqtning qisqaligidan obdinroq paranglashishga ulgurmay qoldik. U bizga telefon qilmoqchi. Shu chaqda obdinroq paranglashay. Bo'g'o, yaxshi bo'pti. Biroq uning atrofidagi odamlar bexatarlik. Shon sen uning bexatarligiga diqqat qilgin. Agar yana bir ish yuz bersa, yip uchi uzilib qoladi. Shon sen bakrak ehtiyot qil. Uning bexatarligiga diqqat qilishing kerak. Tushundingmi? Tushundim, atrat boshlig'i. Xotirjam bo'ling. Men diqqat qilaman. Yenge, qanday bo'ldi? 3 kun bo'ldi. Hech xabar yo'q. Uning bir ish bo'lib qoldimikin deb pek ansirayapman. Yenge, bo'ldi ansirma. Men berib akamni izlashga odam o'rinlashtiray. Ma'qul. Vay. Men shu shahar atrofidagi o'rmonlikda bir jasad payqaldi. Nim dedi? Afrat boshlig'i sizni darhol kelsin deydi. Uqdim, hozirli yetib borman. Ansirmang yenge, xabarimni kuting. Ma'qul. Direktor nimandaq kelmaydigandu. Shu emasmi? Bundaq saqlab olsak qandoq bo'ladi? Ha?
Yanına saklığınımız tüzük. O kelgende paranlaşmamdık, ha? Bo'lmaydi. Bundaq saqlaversak, şirketning ishlarini qanday qilamiz? Bundaq bo'laversa, shirkatga ib keladigan jan ig'ir bo'ladi. Shu. Yana saqlay olmaymiz. Ziynimiz bak ig'ir bo'lib ketadi. Ha, qanday qara? Ha, yaxshimsizlar? Yaxshimsiz? Ha, bo'ldi, o'ltiringlar. Bu kimdi amdi? Shu emasmi? Uni tunimsa? Yo'q, tanimayman. Men tanimaydi ekanman. Mening şirketim bilan bu şirket bugundan boshlab birlashdi. Davomli ishlashni xohlaydiganlar qilib qolsanglar bo'ladi. Xohlamaydiganlar ketsanglarmi bo'ladi. İxtiyoringlar. Qandaq? Jasadni qachon bayqadingiz? Atdiganda ish kelib, ishim tugagandan keyin uyga qaytish yo'lida bayqadim. Siz atdigan soat nechalarda uydan chiqqan? Yana deydiğiniz bormi? Oltidan oshqanda chiqqan. Jasadni bayqagan vaqtim 7 atrofida ekan. Shahar atrofidagi o'rmonliqda. To'g'ri. Kechiring boshliq, kechikib qoldim. Ha, bir arnon jasad ekan. Berib ko'rib boq. Kamal? Qandaqsiga bundaq bo'ladi? Voy. Men shu. Nima ish bo'ldi? Nima? Ma'qul, hozirli borman. To'xtab, Salim. Boshliq, akamning shirkatida ozroq ish chiqib qopti. Men berib kelay. Bo'ladi. 1 soatdan keyin idorada jiddiy yig'in ichiladi. Vaqtida kelgin. Ma'qul. Atrofni obdan ko'z tangla. Yana qanday yepuchi bor ekan? Har qaysinglar o'z o'rninglarda ching turinglar. Agarda chatoq chiqadigan bo'lsa, sizlarni bo'sh qo'yib etmayman. Sizlarni hargiz bo'sh qo'yib etmayman. Anglashdingmi? Nima bo'ldi? Siz bu yerda nima ish qilyapsiz? Oy. Jur'at. Keling. O'tiring. Akangizning shirkat masalasi allburun hal bo'ldi. Akam siz bilan birlashib nima ish qilyapti? Nima ish ishonmaydigansiz? Uningga to'xtamni ko'rsat. Buning hammasi saxta. Bu akamning imzosi emas. Bu ish allburun muqimlashib bo'ldi. Mana sizmi ko'rib turibsiz. To'xtamg'imi qo'l qo'yib bo'ldi. Bugun men shirkatni o'tkazilish uchun uni izlab kelgan edim. Akam nerede? Ayting-a. Uni nima qildingiz? Men uni izlab keldim deb aytdim-ku. Qanday? Akam sababsizlik yo'qolib ketdi. Uning qo'shilg'iniga hech aqlim yetmaydi. Buningda cho'qim bir gap bor. Siz men qar chapilmoqchimi? Isbotingiz bormi? Siz mening adibimni bermoqchi-ku. To'la haddingizdan oshma. Qechib qutulolmaysiz. Qara buning ochchig'ini. Bu so'ldek. Men mo ko'p so'zlamay. Har qaysinglardan chatoq chiqsa, sizlarni hargiz bo'sh qo'yib etmayman. Hargiz bo'sh qo'yib etmayman. Anglashdingmi? Ko'pchilik hammanglarga ayon. Delo ahvolni cho'nqirlab tekshirishimiz kerak. Bundaq bo'lmaganda biz saqchilarning obraziga ta'sir etadi. Yaqinda mo'yan shahrimizda kayni-kayndan jinoiy ishlar delosi yuz berib, keng xalq ommasining yuragini mujivatdi. Ko'ylin shirkati shahrimiz iqtisodining tayanchisi. Uning mudiriyat a'zosi tuyuqsiz yo'qolib ketdi. Qora jamiyatning xarakterini olgan qop yurak birsi ko'z oldimizda g'oyat zo'r jinoyatlarni keltirib chiqarmoqda. Bu deloning chetishlik doirasini aytib cho'ng. Ta'sir intayin nachar bo'lg'achqa jamiyatga keng xalq ommasining diqqatini o'ziga tortdi. Ularning qanday harakat qo'llanganligi haqida qo'limizda hech qanday isbot yo'q. Bu yoq jamoat xavfsizlik nazorati bu deloni razvedka qilishga yordam evatgan alohida xodim Osmon bo'ladi. U ib kelgan yepuchi qaraganda 2 kundan keyin shahrimizda atkazchilik savdosi bo'lmoqchi. Shu biz bu fursatni ching tutib
Kanunsuz unsurlarni to'g'ri tushirishimiz kerak. Qanday ishonchinglar bormi? Bor. Qani o'ltira. Qandaq? Akaning xabar bormi? Yo'q. Menimcha bu oddiy ish emas. Biz burunga o'xshamaydigan razvedka usulini qo'llansak-mikin deyman. Deganingiz to'g'ri, Atrat boshlig'i. Amaliyotda akamning uning sherkiti bilan birlashkisi yo'q. Salimning qandaqligini u obdan biladi. Ular o'tirsida burundan ziddiyat mavjud. Salim ko'nglida g'um saqlab yuradi. Shunga akamga qas qilish mumkinchiligi bor. Shu topda akamning hozirgacha hayot ishkanligiga bir nima demak haqiqatan tas. Xabar bo'lmagan qaraganda u cho'qim hayot. Salim uni yoshirib qo'ygan bo'lishi mumkin. Hamma ishlar tezda yaxshilanib ketadi. O'nchibak umidsizlanib ketma. Rahmat sizga, Atrat boshlig'i. Ahire niyetingden yangan sen. Hayvan. Ablah, senle çokum cacağını yiysen. To'xtamg'imi qo'l qo'yib bo'ldi. Sherkiting menga tava bo'ldi. Hozir hamma narsa mening bo'ldi. Hayvan, meni qo'yib-et. Meni qo'yib-et. Seni shunda qo'yib etkim bor. Lekin deganimga ko'nmadim. Seni qo'yib etishga amalsizman, bildingmi? Burunli jahillik qilmagan bo'lsa, bundaq ishlar kelib chiqmagan bo'lardi. Biroq o bankning maxfiy savod nomerini aytib bermayotdi. Qaraganda buningga yaxshilik yarashmaydigan o'xshaydi. Uni adablab qo'yinglar. Bakan, çadak çıkmaz. Çadak çıkmaydı, ensirmen ha.
Pravаңызды chiqaring. Tünögün keçte qatnaş tarmaqlarının yardımını qo'lga tushirgan jinoyatchining iqrori qaraganda, Salim bir cho'ng savdo qilmoqchi ekan. Şoň biz Osmanlı mal setwag'ich siyaqida yasandırıp, Salimning şirketiga zar setwag'ich qiyofatida kirgizmoqchimiz. Şoňa ko'pchilik hoşyarlıkni o'stirib, bu vazifani to'liq o'rlashimiz kerak. Tushundinglarmi? Tushundik. Ko'pchilik, gapimni zangsilib obdan anglanglar. Ati biz mal topshirib olamiz. Hozir soqchilarning ko'zi bizda. Vaziyat intayin ciddi. Deganlarimni esinglarda ching tutinglar. Agar oshkorlab qo'ysanglar, teranglarni ta'tir so'yib olaman. Boshqa ishlarni Samat o'rinlashtirdi. Unda qo'ysa chiqib ketinglar. Samat, kelib oldi. Aka, G'ayratni shaharning atrofiga chiqib tashlab etdi. Demakchi bo'g'inimni tushungansan. Bu vaqtda aka tarqilib ketamikan. Undan ko'ra, chunki hozir ahvol xatarlik. Shunga biz soqchilarning diqqatini tortishimiz kerak. Uqdingmi? Mening dinim bo'yicha qil. Bo'ladi. Amsa men mangay. Voy, Juratmi? Ha, Jamilamisiz? Siz qandaqroq turyapsiz? Yaxshi turyapman. Sizchi? Qadr ahvol. Jurat, bugun qandaq kun esingizmi? Bugun topamidi? Xizmatingiz aldirash, unutib qolgan o'xshaysiz. Bugun degan sizning tug'ilgan kuningiz. Ha, asta, mau ishni ko'mamdigan. Hatto o'zimning tug'ilgan kunimni unutib qopdim. Tug'ilgan kuningizga muborak bo'lsin. Jurat, ko'nglimdagi gapni qilsam, o'tganda noyt shaxsiyatchilik qildiman. Baxijil bo'ldim. Sizning meni kechirishingizni umid qilaman. Agar vaqtingiz bo'lsa, bu yerga bir kelgan bo'lsangiz, siz bilan obdonroq paranglashay degan edim. Kechiring. Hozir vazifa o'tayapman. Borolmasligim mumkin. Qanday bo'lishidan qat'iy nazar, men sizni saqlayman. Agar vaqtim chiqsa, cho'qim borman. Sizni so'yman, Jurat. Ma'qulamsa? Xo'sh. Atrof boshlig'i seni chaqiryapti-da. Ha. Maşındaq bekitdik, bexatarlikka diqqat qil. Bo'ladi. Kira. Boshliq, meni izlaganmidingiz? Ha, hozir Osman Salimning şirketiga mangadi. U men 1 soatdan keyin biz berib ularni qo'lga tushiramiz. Ma'qul. Bexatarlikka diqqat qil. Sen utuq tilayman. Xotirjam bo'ling. Men cho'qim vazifani o'ngishli o'rlayman. Xotirjam bo'ling.
Kiram. Oy, tinchlikmi? Yaxshimisiz? Yo'lda japatatmansiz. Hechqisi yo'q. O'tiring. Anglasam, Toshqo'rg'onda qor ko'chishmak eg'ir deydi. Ha. Havo rayi ma'lumotiga asoslanganda yaqinda shivirg'anliq yomg'ir bo'ladi ekan. Sarfga chiqqanda kulik elilishni unutmanglar. Ha, darvaqa o'z odamimizkansiz. Yo'lda japatatgansiz. Bugun obdanroq orom elib eling. Savdo ishiga kelsak, at paranglashayli. Qandaq? Rahmat. Men ko'nib qoldim. Avval sodini puttirib, keyin aramasaqmi ketishmaymiz. Qandaq? Nima bo'ldi? Bu ablah jinidan to'yibdi. Ep chiqib, uni o'lgidek uringlar. Bu menga popos qilganingizmi? Meni qo'rqitman dema. Sizdek nimalarni to'la ko'rganman. Qaragan siz bilan sodishamaydigan o'xshayman. Bo'ldi, men ketdim. To'xta. Sen bu yerdan tirik chiqib ketishing uncha oson emas. Men kichikning qo'lasidagilarning hammasini taniyman. Men shuncha yiroq yerdan cho'ng xatarga tavakkul qilib olib chiqsam, menga bundoq javob qaytarishingizni o'ylamabdiman. Ishonmasangiz, telefon qilib so'rab boqmamsiz. Haqiqatan o'g'il bola ekansiz. Men sizdek yurakli odamlarga amroq. Qani, o'tirib. Chaqchaq qilib qo'ydim. Bu qandoq ekan? Men sizga shu ozroq chaqchaq qilib qo'ydim. Ko'nglingizga amma chaqchaq. Voy, Juratma. shundaq men. Sen kim? Akam bilan ko'rishgan yo'qmi? O seni saqlayotdi. Agar uni ko'ray desang, shahar sirtiga son bir berib izlab baq. Nima? Voy. Xo'sh. Voy. Sen kim? Shavli, siz Jurat bilan birga bering. Qanday ahvol bo'lsa, menga darhol doklad qiling. Ma'qul boshliq. Aka, gözün aşkına, ben Cüret. Aka. Aka, gözün aşkına aka. Vay, etrat başlığı. Ben Şavli. Ben hazır şehir sırtındaki soğan barda. Bir nefer yardarını taptık. Kutkuzuş maşinesiga ihtiyaclık. Ahval intayin ciddi. Tezden kutkuzuş maşinesi evetinla. Tezden kutkuzuş maşinesi evetinla. Tez bolunla. Selim. Onu tutunla. Aka!
Vay. Endi vaqti keldi. Sen derhal g'ayratning ayolini ep gel. Az gaplar. Seni endi o'tirg'i chiqadigan vaqting keldi. Tushundingmi? Kallani ishiltibroq ish qil. Men o'rlashtirman. Sen uni ipga solib bo'ldi. Uni bizga yana lozimi bor. Men ko'yildan so'an birdan yanidagi kichik ko'l bo'yida seni saqlayman. Hey. Atrat başlığı. Men hozir g'ayratning shishini oldida. G'ayriy ahvol ko'rilmadi. Bir ahvol ko'rilsa, darhol menga doklad qil. Ma'qul. Tushundim atrat başlığı. Vay, Halime açamma. Ha, men. Men Jiratning xizmatdoshi. Biz yo'ldoshingizni topdik. Ha, topdinglarmi? Biz bir ko'kranlik mashina avatdik. Siz darhol ko'yindan suv olib keling. Ma'qul, hozirlab boraman. Kımıldama, kolumu küte. Cayandı çıktı. Oyca. Kırma. Kımırdaşma. Salim, kımırdama. G'ayrat bizni sening barliq jinoyat paketlaring bilan ta'minladi. Sen qo'rshovda qolding. Darhol qurolni tashla, chekinishga yo'l qolmadi. To'liq po'poz qilma. Qani o'q chiqarmamsan. Qimir. Qurolni tashla. Osman, sen o'ylamagan bo'lmaydi. Vay, başlıqmı? Ha, men. Men hozir bir ko'k ranglik mashinaga aytishmoqdim. Davomli aytishmang. G'ayratning ayoli mashinaning ichida. Ularni yo'qitib qo'yma. Xotirjam bo'ling. Ahvolni davomli doklad qilib tur. Uqdim. Vay, Jiratmi? Men shu. Men Ali. Yangang o'ltirgan mashina ko'yindan suv ombiriga yetib keldi. Nima? Yangangni ular tutqun qilmagan bo'lishi mumkin. Shuni sen darhol suv ombiriga kel. Suv ombiri? Men hozirla yetib borman. Mayli. Vay, boshliq. Men Ali. Ha, so'zla. Ahvol qanaqroq? Yaxshi. Uqdim. Nihoyat yaxshi. Davomli ko'zat. Hozir odam iparman. Bo'ladi. Ma'qul.
bilan ko'rishdir. Erim qani deyman. Men uning bilan ko'rishiman. Sen kimsan o? Erim qayerda? Men uning bilan ko'rishiman. Bankining maxfiy nomerini deb bersang, ering bilan ko'rishalaysiz. Uni bilmayman. Erim qani? Ali, ular qayerda? Ular uni oltirib kelib ketdi. Mayli. Şöyle, idarəyə telefon qil. Ali, ulanı ip gəl. Meni qo'yib-et. Ağzınızı bakırma. Meni qo'yib-et. Urala, tahsil ala. Vay, Etrat başlığı, ben koyunluğun soğan burada. Yardım talep kılma, yardım talep. Kımarlama. Yani bunu mağa be. Mağa. Müdürlüğüme. Kur'an taşla. Taşla. Sen Kur'an'ı taşla. Bombasını öldürüyordu ben. Onun ziyankeş sıkılma. Kur'an taşla. Kur'an'ı taşla bombası öldürüyordu ben. Onu da kılma. Onu da kılma. Kur'an taşla. Silah konuşavut kaldın mı? Arkalı yer. Öldürüyordu ben. Şöyle. Cüre. Arkalı yer davadı ben. Bu öldürüyordu ben. Cüre. Söyleme. Konuşavut kaldın. Cüre. Ben bile karım olmuşum. Ok çıka. Kur'an'ı taşla. Bombası onu öldürüyordu ben. Tuğta. Onunla kol tek yüzme. Kur'an'ı koy. Aile. Ölüm alağı əpsizini var demən. Ondaq bulmağanda biz qaytanmayımız. Şavli! Cürət! 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 Gözünü açə! Cürət! Cürət! Gözünü açın Cürət! Cürət! Gözünü açın Cürət! Cürət! Gözünü açın! Cürət! Gözünü açın Cürət! Cürət! Gözünü açın! Cürət! Gözünü açın! Belki təsirlenib getdim. Çıqqanlar həqiqətən yaxşı çəpdaş gəlsizlər. Kımırlaşma! Kımırlaşma! Yoş buluş! Cürət! Cürət! Cürət!
Bardoshlik bergin. Jur'at, bardoshlik bergin. Qutquzish mashinasi chaqiringlar. bo'lgan abont vaqtincha ulanmadi.